Akalar, mana bunday rossiyskiy parodan ishqibozlar. Akalar, shved ishqibozlari. Mana shu videoni o'tkazmasdan bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bugun sizlarga boqishga tayyor, paltarashga boqmoq qoladi akalar, zo'rdan olib kelganmiz. Bugun biz sizlar bilan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langarbobo qishlog'idamiz akalar. Xo'p, hafta kuniga akalar 14-may kunida ko'chib turibmiz. Xudo xolasa akalar, kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Sizlarga bozorlardan ham video qilyapmiz akalar. Mana bunday paltarashga boqmoq qoladi videosini qilyapmiz akalar. Har xil videolarni qilyapmiz akalar. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa sizlarga mana shunday go'zal sharoitlarda, zo'rlardan chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bu mollarda barcha tafsilotlarni har doimgidek arzoncha o'sha Sharif boyga yoritib beradi. Assalomu alaykum. Azamatsiz obunachilari, yaxshimisizlar? Xo'p, azamat. Xudo xolasa ko'paytaman. Birinchi qo'limiz mana kechagina ham Xudo xolasa bugun 13 boshidir. Bugun 13 bosh. Xudo xolasa obunachilarga yetkazdik. 10 ta Xudo xolasa zo'ri. Avvalo narxi zo'r bo'lsin. Mollar o'zi zo'r kelyapti, Xudoga shukr. Xo'p, narxi zo'r bo'lsin. Taka bersin, sut bersin. Xudo xolasa mana shu 3 ta bo'lmasa ham obunachilar boshlayveramiz bir boshdagidan. Videoni cho'zmasdan sizlar uchun. Tuyoqlarni ko'rsatib qo'ysan, alohida deyman mana shular tuyog'i ham Xudo xolasa. Mana aka. Tuyoq qismlariga e'tibor berasizlar. Buzoq tuyoqlar turibdi. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar mana tuyoqlarni. Xudo xolasa tikka tikkandaqa o'sib boshqa narsa bo'lmagan. Orqasiga pul berilsin bo'ladi, azamat. Orqalariga ham bitta e'tibor berasizlar. Mana azamat realni necha chiqyapti aka, Xudo xolasa bo'yi? 1.14 nechiga beramiz obunachilarga? 10 pilsga. 1.10 pilsga beraveramiz, Xudo xolasa. Mana bu birinchisi, yaxshilab. Birinchisi aka. Xudo xolasa. Eston. 10 qara. Xudo xolasa, obunachilar. Xudo xolasa, sal o'zini arqanga tushmagan dala mollarda bilasizmi? Aka. Bu tuyoqlardan o'zi ko'rinib turibdi. Mollar aytib turibdi aka. Mana bu birinchisi azamat. Xo'p, birinchisi aka bu. Mana bu janivar ustini qara. Beeline deydimi buni aka? Beeline, qo'rqani. Yelka yorib orqani qarang aka. Mo'ylari chiqadi. Mo'ylari aka. Orqa qismlarini Xudo xolasa 4 son narsa. Endi obunachilaringga azamat mana shuni ham qo'shamiz aka. Qora parcha. Bonusdami aka bu Xudo xolasa? Bonusiga. Bular narxida ketadi. Bonusda aka, Xudo xolasa. Xudo xolasa azamat. 1.10 plyusga o'zi mollar 1.15 16. 15-16. Endi haliga qanaqa holatda ishlashadi? Buni bo'yiga talashmayman men. Molni sifatiga, sortiga, narxiga baho berishsin bo'ldi. Bo'ldi aka. Azamat. Uka, uchovini. Necha puldan olishsin? Yerda yo'q, ko'kda yo'q narxi. Yerda yo'q, ko'kda yo'q, ha. 18 million 500 ming so'mdan azamat 55,5 million pul bo'ladi. 55,5 million. Mana uni azamat yuzidan men laykni bosib chiqdim degan aka-ukalarimizga 55 million so'mga sunnatiga o'tibaman. Barakazi bersin. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar, 55 million so'mga ketdi vodiy bo'ylab. Akalar, mana shuni ko'rinishdagi buqalar ham hozir bozorda 20 million, 21 million so'm sotilyapti aka. Va sizga mana shunaqa buqalarni iloji boricha obunachilarga kelishtirib berganingiz uchun aka. Xohlasa aka, gibridni zo'r. Mana oq quloq, haligi nima oq shoh demoqchi edim. Mana bir qator ko'rsatib qo'ysam tuyoqlarni. Haqiqiy istagan tuyoqni mana shular aytadi, Xudo xolasa. Mana bu orqa qismlariga gibrid birinchisi, buni ham juplab beraman. Chotkisiga Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, ey. Oldilarni qara. Yaxshi chiqazyapsiz aka, mollaringiz birotta asfaltga pasotkasi yo'q. Xudo xolasa obunachilarga kelishtirib yetkazib berishadi. Azamat bu birinchisi uka. Xo'p, birinchisi aka. Ikkinchisiga mana bu korpusi butun muqani qo'yib beraman, mana qara janivar. Ikkinchisiga Xudo xolasa. Suyagini qara moldi. Haqiqiy korpusi butun narsa. Olishsin, boqishsin, rahmat aytishadi Xudo xolasa azamat. Aka, necha pul qo'yamiz endi bularga? Azamat. Misol uchun mana shunaqa narsalarni 22-22,5 ming qo'yibman. To'g'ri. Mana qana, mana shu buqani to'g'risi. Maqsad sotish. Necha pul qo'yamiz? Obunachilaring telefon qilishsin, 21 million so'mdan jupiga chiroyli qilib o'taman. Yakkalabga 21 million yetkazaman. 200 o'ting aka. 200 emas, uni 300 dan o'tdim. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, qo'yinglar. 300 ming so'mdan akamiz bonus qilib berishdi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari aka necha chiqadi mana shuni? Qorasi 1.20 chiqaradi. Xo'p, bunisi akalar 1.15, 1.16 chiqyapti akalar. Gibrid buqamiz. Xudo xolasa kalla qismlariga ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Bunlari ham pushti, yaxshi holatda turibdi ko'ringlar. Xudo xolasa olib boqadigan jarayonlarda mana gibridligiga bu misol akalar, bundan pushti. Mana shu ko'ring. Xudo xolasa burun qismlari ham bunaqa boshqa chaloq bola, boshqa narsasi oq qolmagan. Mollar Xudo xolasa toza holatda turibdi aka. Bunisini 1.20 aka. 5 kam emas. 1.25 kam emas. 1.20 kam emas. Rossiyskini zo'ri. Rossiyskini zo'ri. Obunachilar uchun. Buni bor. Kelishlarni qara, janivarda, haqiqat oriq-tiriq emas. Oriq-tiriq. Voy aka. Kameradan kirib borganda bor-ku. Hammasi ko'rib. Maza qilishadi. Azamat. Hop, birinchisi uka. Yaxshilab ko'rsataver.
Ha, aka, o'sha Hop. video to'xtatib, yaxshilab Mon qara mana edi. Azamat qanaqadan ham ko'rsatgan molni. Yaxshilab ko'rsin jadvalda. Mana, Qo'polligiga ahamiyat berilsa azamat molga. Ko'ryapsan-a molni. Biteti bormidi. Orqa oldi bir xil. Mana, yelka qismlari ham aka. Mana qarish. Xudo xolasa qarichim yetmayapti. Hurmatli obunachilar ko'ringlar. Aloqaga chiqarasizlar. Azamat. Zo'rlarga ham. Uka, jupiga. Nech pul? Yonida shundan qo'yib beraychi bitta aka. Bo'shatishga ba. Azamat 23-23,5 desa ham ko'taraveradigan mollar. Hop. Azamat 22,5 million so'mdan. 2 aka. Bo'ldi, ketdi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun doim so'rab tortishib akalar. 22 million 300 ming so'mdan yoqqanini tanlab oldi. 22 million 300 ming so'mdan akalar yoqqanini tanlab olaylar akalar. Mana bunaqa angus ekandim 23-24 narx qo'yish yo'q akalar. Xudo xolasa mana shu buqani ham o'ylayman, baraka topadigan jarayonlar sizlar uchun xudo xolasa. Azamat mana orqasini ko'rsatib qo'y shuni. Bir maqtan olaylik, shu ikkita bilan. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Azamat molni boru Orqa qismlar. 70% to'liq bo'lgan. Mon qara mana edi. Kuragi bormi aka? Xudo xolasa maza qilib boqishadi. Endi Mana akalar, legenda so'ragan ko'pkalarimiz uchun xudo xolasa. Mashalloh deb kamera, kommentariyada ham o'z fikrlarini qoldirib ketasizlar, hurmatli obunachilar. Endi haligi ming maqtagan bilan Ha aka, pulida, gap pulida xudo xolasa kelasi ham kammas. Siz buni hozir aka 25-26 deb tursangiz, bu xudo xolasa. aka bo'lmaydi-da bu narsalar. Buni juplab beraman endi. Juplab berasizmi? Zo'rini juplab berasizmi aka? Xo'p, aka. Vaqtdan xudo xolasa zotga yaraveradigan mollar. Ko'cha shaydonlar uchun akamiz xudo xolasa bittasini bonusga qo'yib Xudo berishyapti. xolasa xudo xolasa qidirib ham azamat tovush qiyin bo'lyapti. Iloji Xudo xolasa boricha maza qilishadi olib qaragan. yordam berishga harakat qilyapmiz. Yaltirab yotibdi janivar. Mana hurmatli obunachilar. Nech pul qo'yamiz aka? Azamat jupiga uka oldi qochdi narxi bo'lmaydi. 24 24 million so'mdan kamini qilib berasiz, xudo xolasa. kamini qilaman. 300 o'ting aka. 23 million 700 ming so'mdan. Bo'ldi 23 million 700 dan jupiga olsa beraman. Berasiz. Azamat 24 dan xohlaganlarni tanlab olsin. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar. Xolasidan 24 ga bunisini, xolasidan 24 ga bunisini tanlab olinglar akalar. Xolasidan kuragi boridan, xolasidan ko'cha shaydonlar uchun ko'chatidan akalar xudo akamiz chiqarib berishdi. Endi azamat rossiyskini, nashida o'zi faqat rossiyski kelyapti. Ha aka. Xudo xolasa-da kelib turjani. Buni orqasini ham ko'rsatib qo'yasan-a. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan qaranglar akalar. Ko'ringlar. To'qol variantdan To'qol qo'rqasiz sizlar uchun. Kalla ham bor, to'r burchakni azamat. Ulardan suyagi katta. Firmalarga olib tashlab qo'ysa, xudo xolasa maza qilishadi azamat. Hop, bo'ylari qanaqa chiqdi aka? Azamat 125 kam emas. 125. Bo'ldi aka, o'tib olamiz. Kecha. Obunachilar akamizdan ham o'z mollari qanaqa holatda turishini bilasiz, bahaybat. Yepa. Arqanga uncha tushmagan azamat bu. Xo'p, aka, nech pul qo'yamiz obunachilar? Endi azamat ularni 20 20 separini qancha qo'ydik mana shu? 24 24 Ha. Bu separini Azamat hozir buni 24 million desam ham moling yaxshi ekan, olib kelur deyshadi. aniq aka. Lekin insof say baraka. Ona narsaga azamat 24 ham, 23 ham yo'q. Voy. Azamat 22 million 500 ming so'mga. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida birinchi telefon qilgan odamga sunnatiga Telefon o'tdi. qilganga sotilib ketdi deysizmi aka? Azamat, xudo xolasa bor narsani bor deymiz. To'g'risida sotilganini sotilgan. Birinchi telefon qilganga 22,5 million so'rasin, so'mga. xudo xolasa sunnatiga yana o'tib beraman. O'zlariga. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqarasizlar akalar. Bari rasprodaja deydimi akalar? Xudo xolasa Sharif akamga aloqaga chiqsalaring. Xo'p, aka, optimiga nech pul qo'yamiz mana shu buqalarga? Azamat aksariyat mollar ko'ryapsan-a, o'zi yaxshi mollar. Ha, va yaxshi mollar kelgani uchun kichkinasi bor. aslatga molingiz yo'q. Endi buni azamat hozir 22 million desam, deyshadi. 21 million 800 ming. Yo'q, unda bo'lmaydi. Azamat 20 million 800 ming so'mdan, uka. 1 millionsini o'tib berasizmi aka? 20 million to'g'ri eshitishyapti. 20 million 800 mingdan 10 tasiga tortdim degan aka-ukalarimizga yana sunnat. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, 20 million 800 ming so'mdan azamat o'zidan men chiqdim degan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa akalar 20 million 800 ming so'mdan yana o'tadigan joyi bor hurmatli obunachilar. Ko'ringlar, o'zlari ham baho beringlar. Narxlarni, nomolarni solishtiringlar. Xudo xolasa bizdan like tugunchasini bosib ketinglar akalar. Xudo xolasa biz sizlar uchun mana shunaqa go'zallari va arzonlardan ilindik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.